Kosmonavt metrosi nega bunaqa qurilgan? Sergey Sutyagin bu yerda kosmonavt metrosidan kelib chiqib turib, bu yerda dizayn qilgan. Bu devoridagi mana bu ko'rib turganinglar, bu keramika, bu yerda ko'ryapsizlar, oq rangdan qoraga qarab ketyapti. Bu oq degani osmon tarafdan tepa tarafga qarab kosmos chiqib ketyapti. Buni imitatsiyasini qilgan. Mana bu kolonnalar. Bu kolonnalar bo'lsa xuddi raketaga o'xshab dizayn qilingan. Bu yerga kirgan odam xuddi kosmosga chiqib ketayotganda o'zini his qiladi. Mana oldigi tabiiy toshlar. Bu tabiiy toshlarda ko'rayotganingizdek голубый отражениялari bor. Bu отражениялari xuddi kosmosdagi yulduzlarni anglatadi. Kosmonavt metrosi bo'yicha ham arxitektor, ham tarixchi, ham san'atshunoslar birga o'tirib ishlashgan. Menga obuna bo'lib qo'ying, eng asosiy ma'lumotlarni hozir aytib o'taman. Keyingi sababi bo'lsa, mana bu ko'rib turgan o'rtadagi bu lyustrani xuddi somon yo'liga o'xshatgan. Va oxirgi eng qiziqarli sabablardan bittasi. Bu yerga tushgan odam bu metroga xuddi o'zini kosmosda yurgandek his qiladi. Oldinlar bu kosmonavt metrosi qurilganida bu yerda atiga 10 ta dona lampa bo'lgan va bu joy juda ham qop-qorong'u bo'lgan, xuddi kosmosga o'xshab. Agarda shu videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying.